$125 berib yuboryapmiz. Neobычный dizayni bilan ajralib turadigan Samsung A54 telefonlar. Bu telefonlarimiz albatta 5G podдержка qiladi. Mana bunday yoqimli ranglardan ham mavjud. 5G podдержка qiladi, ikkita sim karta bo'ladi, imikalar ro'yxatdan o'tgan holatini ko'rishingiz mumkin. Bu ekanligi sal-pal mana shu chetlaridan bilinib qolishi mumkin. Hatto o'zini hech qanday aybi nuqsoni yo'q. Ushbu telefonlarimiz 128 GB xotiraga ega, operativkasi esa 6 bo'ladi. Imikalar ro'yxatdan o'tkazilgan, hech qanday aybi nuqsoni yo'q. Ushbu telefonlarimiz qizig'mi, aloqaga chiqinglar. Sotilib ketish xavfi juda ham yuqori, shu sababdan ulgurib qoling deyman-da. Oppoq rangda bo'lgan A26 telefonni ham sizlarga bemalol taklif qila olaman. Sababi ushbu telefonimiz katta ishlab bera oladi, batareyasi ham mo'shni baquvvat bo'ladi. Samsung A26. Ushbu telefonimiz ikkita sim kartali, hech qanday aybi nuqsoni yo'q. Imikalar ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan. Holatini ko'rishingiz mumkin. Menimcha chiroyli holatda saqlanib qolgan ekan, ammo lekin deganda kirishgasida bir ikkita sarpinalar bor. Sarpina nima? Bu chiziqlari. Har holda bu telefonlarga shu yerdan bilinib qoladi. Telefonimizni narxiga keladigan bo'lsa, $140 ga berib yuboriladi. Yana bir budjetli modellardan biri hisoblangan Samsung A14 telefoni. Chiqqaniga 2-3 yil bo'lib qolgan bo'lsa ham hozirgi kunda bemalol chiqib ishlab bera oladi. Og'ir o'yin yoki og'ir programmalar uchun emas, lekin kundalik hayotda ishlatish uchun narxiga arziydigan ushbu modelimiz ham sotuvda bor. Holatini ko'rishingiz mumkin. Ushbu telefonimiz yaxshi holatda saqlangan ekan. Menimcha ayol kishi ishlatgan bo'lsa kerak, sababi ayol kishi avaylab asrab ishlatishadi. Bir ikkita trishina, ya'ni sarapinalari, chiziqlarini hisob qilmaganda ideal desa ham bo'laveradi. Ushbu telefonimiz narxi 1,50 million so'mga chiqadi. Korobka dokumentlari ham mavjud. Xotirasi 128 GB bo'ladi. A15 telefoni o'tgan yili chiqqanida shu telefonimizni sotuvi juda ham yaxshi bo'lgan. Hozirgi kunda bovlari ham tez sotilib turadi. Telefonimiz o'zi zo'r. Bir kishiga sovg'a tariqasida bersangiz ham bemalol mazza qilib ishlatisha oladi, uyaltirib qo'ymaydi. Ushbu apparatimiz xotirasi 6 ga 128 GB bo'lib, ikkita sim karta podдержка qiladi. A15 larda hozircha 5G mavjud emas, 4G da ham bemalol ishlatsa bo'laveradi. Hech qanday aybi nuqsoni yo'q, 30 kun davomida garantiya qilib beramiz. Ushbu telefonimizning narxi $115 ga qilib beriladi. Bitta alishgan joyda mana shu kirishgasi alishgan ekan, sotib olganimizda shunday edi. Mana bunaqa необычный svetga ega bo'lgan A34 telefon albatta 5G podдержка qiladi. Bu telefonimiz ko'rishingiz mumkin, holat juda ham ajoyib holatda saqlanib qolgan. Hech qanday aybi nuqsoni yo'q, sim karta podдержка qiladi, ofitsial telefon hisoblanadi. Xotirasi 8 ga 128 GB narxiga keladigan bo'lsa, $155 ga qilib bera olamiz. PUBG Mobile o'yiniga qiziqadiganlar uchun bu A82 va A90 telefonini tavsiya qilamiz. Ular juda ham yaxshi bilishadi bu telefonimiz qanday kuchga ega ekanligini. A82 va A90 deb nomlangan modellarimizni ko'rishingiz mumkin. Holati unchalik yomon emas. Hech qanday aybi nuqsonlari yo'q. Bu telefonlarimiz Koreya uchun ishlab chiqarilgan bo'ladi. Bitta sim karta podдержка qiladi. Imikalar ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan bo'ladi. Shu telefonlarimiz narxi A90imiz chiqadi $140 ga, hech qanday aybi nuqsoni yo'q. Garantiyalar bilan albatta. A82 telefonimiz $135 ga chiqadi. Odatda bu telefonlarning ikkitasini ham narxi bir xil bo'lishi kerak edi, lekin menimcha $5 arzonligining sababi ozgina ekranda pechet bor, shu sababdan arzonroqqa berib yuboriladi. Do'stlar, agar siz videoni ushbu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, bilingki videoning davomi bor yoki bundan oldingi yana bitta qismi bor. Qiziqib albatta kanalimizdan qidirib ko'ring. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin.